Assalomu alaykum azizlar. Ko'rib turganingizdek mana shu xonadonni 4 ta xonasini mebel bilan jihozlab berdik. Shu 4 ta xonaga necha pul ketdi deb o'ylaysizlar? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Okay, men sizga bitta sekretni joyi ko'rsataman. Ketdik. Bu xonamizni birinchi qizlarning xonasi, bitta kravat, ikkita tumba, kushetka, hamda katta parta va knijniy shkaf yasaganmiz. Hammasi yog'ochdan va MDF krashni va o'zini alohida garderobning zonasi bor. Bu yerda alohida ikkita zona qilingan shkaf. Birinchi zonamiz shkafi hamda eng qizig'i mana shu shkaf orqasida bo'ladi. Nima bor deb o'ylaysizlar bu yerda? Topinglar va kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Bu joyimizda o'zining sekretni chiqish yo'lagi bor. Qarashdan faqat shkafga o'xshaydi, hech kimning xayoliga kelmaydi. Biz yechim qilib ketdik. Mana shkaf orqa tarafida ikkita kupe eshik qo'yganmiz. Ikkalasini ochasizlar va eshik bor va buni tek qismida pol alohida bo'lgan. Buni olib turib, eshikni dakansa ochib turib, katta seyfga chiqsanglar bo'ladi. Xona o'g'il bolalarning xonasi va bu yerga garderobni shkaf yasaganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Ichlari mana shunaqa katta, tepada 2 xat polka va tagida 4 ta o'zini tortmasi bor va vishilkalar joy. Yoq tarafimizda 2 xat polka va vishilka dakansi oxirigacha davom etadi va tagida bitta polkasi bor. Bu tarafimizda polni polka. Oxirgi tarafimizda ham tepada polka, pastda 2 xat polka va uzun vishilkalar joy bo'ladi. Bularning hammasi 100% MDF krashnidan ishlangan. Hozir uyimizning podval qismiga tushamiz va bu yerda kattagina shkaf yasaganmiz. Shkafimiz mana shunaqa katta 7 ta eshikli. Hop. Bir tarafimizda katta polni polka. Bu joyda ham polka. O'zi umuman olganda hamma qismiga katta yirik polkalar qilib berganmiz. Va oxirgi tarafida ham katta polka qilingan va ichlarigacha 100% MDF krashni bo'ladi. Ichki qismlargacha polni kraskalaksiya yapiladi va shkafning orqa tarafigacha 06 MDF bo'ladi.